O'ta baquvvat. Mana baquvvatligini qarang aka. Odamning qo'li yetmaydi-da, qarang aka. Odamning qo'li yetmaydi mana. Bular endi yurib berib turgan. Qo'shqalar qarang. Bo'y basti ham aytyapman 90 ustida, 95 ustida shunaqa. 90 pliska olishsan. Gazi uzunligi ham shunaqa aka qo'shqalar. Mashallah. Qo'y uzunligi qarang. Otib ketdi-yu, a. Garbonoslari ham o'ta boshqacha ekan. Aka 3 oy bor. Xudo xolisa aka 3 oy chiraloq boqsa metrdan o'tadi qo'y aka. Qo'yni misol uchun hozir bu qo'y 2026 ning rekordi bo'lyapti. Bu qo'ydan tushadigan qo'zlar 2027 ning rekordi bo'ladi aka. Dastlabki xizmatlari qanaqa qiladi aka? Xo'p, besplatno aka. O'zbekiston olsin, buzmay olsin, 10 ta 20 ta olsa ham O'zbekiston yetkazib beraman. Ular 100% naslli qo'chqorlar akalar. Uni ishlashlari ham haqiqatan yaxshi ekan aka. O'ta tez, sovliqqa o'ta tez qo'ylar lekin. Zardasi tez qo'ylar hammasi. Yurib yeb turib, havas qilganlar like bosib yuzini qara, insonning qalbida yoppoq mana. O'ta novot rangdan ekan, simjullarda mana. O'ta go'zal qo'y, o'ta aka. Qo'yni gazini qara, uzunligini qo'ydi qara. Mana qo'ydi. Model haqiqiy simju variant mana shu bo'ladi. Oldi to'shidan tortib qo'y bitta qara. Oldi to'shlari ham juda baquvvat ekan aka. Hurmatli obunachilarimiz, bugun kechki dasturga inshaalloh qo'chqorni zo'rlardan chiqarib beramiz. Assalomu alaykum O'zbekim Chorvasi YouTube kanali obunachilari, bizni kuzatuvchi aka-ukalarimiz, YouTube ishqibozlari. Akalar, sizlarga mana shunday qo'chqorlarda akalar nomeri adini, hisori qo'chqorlarning eng chempion variantdagilarni video syomka qilyapmiz. Xudo xolasa bugungi sanamiz 2-iyun 2026-yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Sanjarbek akamizni qo'rg'alar kirib, akalar mana shunday qo'chqorlarda akalar nomeradillarini, chempionlarni video syomka qilyapmiz. Xudo xolasa ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Ichida siz va qo'chqorlarda ham zo'rlari nomeradillari bor akalar. Tavsiya qilaveramiz bemalol akalar. Aloqa chiqasiz, zo'rlarni chiqarib beramiz. Bugun sizlarga to'liq ma'lumotni Sanjar akamiz o'zlaridan beradi. Sanjar akamiz yaxshimi? Ahvollar qalay? Assalomu alaykum Sherzodbek, keldingizmi? Assalomu alaykum obunachilar. Xolsa like deb bosib videoni oxirigacha ko'rib turasiz. Ikki partiya yaxshi qo'chqorlarimiz kelgan. Xolsa urug'qa 100% naslga ishlagan qo'chqorlar keldi aka. Xohlashsa buni naslga ishlatsin, xohlashsa go'sht yo'nalishiga boqsin. Lekin qo'chqorlarimiz akalar yo zo'rlardan kelgan shuni. Xohlasangiz qorakashdan, xohlasangiz novvatdan, xohlasangiz oq variantlardan kelaman. Toza simjullardan. Qo'chqorni haqiqiy zo'rini olaman degan odam bo'lsa telefon qilaversin. Sherzodbek zo'rlari keldi, zo'ri. Bu katta partiya aka, kattalardan kelibdi, past 1 metrga yaqinlardan. Qo'chqorni zo'ri, hammasi maslar bo'ylari 90-95 atrofida. Hammasi qo'zi hali. 95. Hali qo'zimi bular? Hali qo'zi holatda. Lekin 2 ishga o'tsa, lekin 1 metrdan oshib ketar ekanda bu. 2 ishga o'tsa mana javob tilimga metrda o'tadi mana qo'chqorlar aka. Mana akalar, qo'chqorda ham o'ta noyoblari. O'ta liderlari, lideri aka. Yemda ham bosib turgan ekan aka bular, ha? Qo'chqor, qara nima deyapti qo'chqor. Mashallah. Bular endi yurib berib turgan. Qo'chqorlar qara. Haqiqiy simjullardan ekan bular. Haqiqiy 100% naslga nasl bob qo'chqorlar aka. Lekin tavsiya qilaveramiz bularda. Soni nechta endi birinchi partiyamiz? Soni aka birinchi partiya 45 ta. 45 bosh. 45 ta. Hammasi qo'chqor, qismi aqtasi yo'q. Yo'q aka. 100% bular zotga deyapman. Qismasi, aqtasi, bunaqa narsasi yo'q. Bular naslga ishlaydigan qo'chqorlar aka. Mana aka, oq yuzlardan ham bor ekan. Hammasi tiniq, rangi boshi o'ta kelishgan qo'zlar, hammasi. Gap yo'q aka. Gazi ham uzunligi gapda ahamiyat beringlar. Buni bo'yidan ko'ra gaz uzun ekan aka bularda. Aka bo'y basti ham aytyapman 90 ustida, 95 ustida shunaqa. 90 pliska olishsan. Gazi uzunligi ham shunaqa aka qo'shqorlar. Mashalloh, havas qildik akalar. Niyat qilib akalar bitta like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Akalar kommentariyaga ham nasib qilsin yozib ketasizlar. Mana shunaqa qo'chqorlardan boqish har bittamizga nasib qilsin inshaalloh akalar. Qo'chqorlarimiz ham o'ta noyob darajada akalar. Maza qilib boqaman degan obunachilarimizga tavsiya qilaveramiz akalar. Endi Sanjar akamning yoshligini qanchaga beramiz aka? Aka bular 12 oylik qo'chqor. Hali tish buzmagan, ha? Yo'q, tish buzmagan. Oldi bitta ikkitasi endi tish buzishni boshladi aka. Buzishga yaqinlashyapti, lekin akalar qo'chqorlarimiz ham o'ta noyob. Buni quyruqlariga ham ahamiyat bering aka, quyruqlariga ham. Bundan tashqari oyoqlari ham baquvvat gaz uzunlaridan akalar. Iligi to'lalaridan so'ragan obunachilarimiz. Aka qo'chqorlar bo'ynini qara, uzunligini qara qo'ydi. Mashalloh. Qo'y uzunligini qara. Otib ketdi-yu, ha? Garbonoslari ham o'ta boshqacha ekan. O'ta kelishgan mana. O'ta kelishgan. Tishini ham ko'rsatib qo'ying. Janob odamga qo'yam sinmaydi. Hali qo'zi yorimabdi ham-da aka bular, ha? Aytibman, qo'y 10-15 da bo'lsa bular 12 oylik. Yana aka 3 oy bor. Xudo xolisa aka 3 oy chiraloq boqsa metrdan o'tadi qo'y aka. Gap yo'q aka. Bularda o'zi sog'lig'i bor, 400 ta, 500 ta sog'lig'i borlarga o'zi hammasini shuni qo'yib yuborishadigan bo'lsa, bulardan tushadigan qo'zlar ham 2027-yil eng chempion qo'zlar bo'ladi aka. Rekordi bo'ladi aka. Qo'yni misol uchun hozir bu qo'y 2026 ning rekordi bo'lyapti. Bu qo'ydan tushadigan qo'zlar 2027 ning rekordi bo'ladi aka. To'g'ri aka. Ichida hali osilgan dumbasi,
Mujmali yo'q ekan. Hammasi tikka dumba akalar. Kelishgan variantlardan. Nasl uchun mana qasini ishlatsangiz aka, ishonavering. Haqiqatda aytganda zo'rlar tushadi ekan. Qo'ydi, qarasizlar, qana 50lik korpusda. Kashtanida ham o'ta noyob. Qo'ydi, oldi to'shiga yetib. Oyoq polvoni, Mana aka. haqiqiy simjun ekan mana shulardan. Tavsiya qilaveramiz. O'ta noyoblaridan ekan. Maza qilib boqmadigan obunachilarga tavsiya qilamiz. Har doimgidek zo'rlari chiqib boradi akalar. Xudo xolasa sizlarga tavsiya qilamiz. Qo'chqorni ham nomeradinlarini so'ragilar tavsiya qilaveramiz. Sanjar aka, bularning narxi qancha deymiz aka endi? Narxi xudo xolasa 10 ta bo'lsa 10 million bo'lsa 1000 dollar bo'lardi. Bu narxi, buni soni ko'proq. Xudo xolasa chiroyli qilib bitta bosib tursa bo'ldi. Narxini uncha yopishtirib bitta narx aytaveraman. 8 million 500 ming so'mdan qo'ydilar. 8 million 500 ming so'mdan. Hammasi olgan odamga, optimga. Ha, 45 tasini olaman degan odamga 8 million 500 mingdan tarz uka. Xohlasin, naslga xohlasin, go'sht yo'nalishiga ham sho'radi uka, xudo xolasa. Qo'ylarni bo'yi ham aytyapman, 90-95 atrofida buni. Naslga deb 10 tasini chiqarib 1000 dollardan chiqarganim yo'q ekan. Insofsari baraka. Qo'chqor ham haqiqatan o'ta noyob ekan. Haqiqiy simjunlaridan kelibdi aka. Lekin вообще elita qo'y. Hammasi super elita uka. Lekin aka, buni ozmon sayriga o'taylik aka. Uka, hayrigami? 50 ming, 25 ming, 100 ming, 300 mingdan o'tib beraman bitta qo'yga uka. 8 million 200 ham olamizmi? Tars uka, uni mayda chayna o'tirilmaydi. Tars. Donaga qarab kelishamiz. Donaga kelishamiz uka, qo'yga qarab. 10 million 9,5 million bo'lib ketmaydi, qo'yga qarab kelishaveramiz uka. Kelishadigan holati bor, lekin. Bor, kelishadigan holati. Ishni bitiramiz. Telefon qilgan odam ishini bitiriladi. Uka, xudo xolasa, diliga tuygan odam bo'lsa, qo'ya olaman degan odam bo'lsa, ishini bitirib beraman uka. Ishni bitiriladigan holati bor akalar, Qo'chqorda ham o'ta noyoblari. 8 million 200 ming so'mlar o'zlariga ham xayrlarga bir narsa o'tib berasiz aka. Uka, mana. Hayriga 100 ming sizga, 100 ming obunachilarga mana. Bo'lar narxi 8 million so'm. Hep baragasini bersin. Hurmatli obunachilar, 45 bosh Qo'chqorda nomeradingiz 8 million so'mdan akalar. Sizlarga anaqa zo'rlarni har doim akalar Sanjar akamiz zo'rlar olib keladi. Like bosib, mana bittaga o'rtasidan bo'lib olsa ham shu 8 million so'mdan ketaveradi. 20 haydab olsa, 20 tasini haydab olsa shu narxga ketaveradi. Haydab olsa ham ketaveradi. Ketaveradi. Xo'p, qarab bitta gap. Xo'p, 25 tasini olsin, terib 8 milliondan olsin. Ha? Hammasini olsin, yana xayri bor ekan. Xayrlar o'tib beradi. Barakasini bersin akalar. Hurmatli obunachilar, sizlarga tavsiya qilamiz. Qo'chqorda ham akalar ishlashlari juda ham zo'r akalar. Harakatlari yengil akalar. Mana o'zi qo'chqorlik qilib turibdi akalar, qo'chqorlar. Avtomat uka, emas avtomat. Ha, avtomat varianti akalar mana. Oyoq qo'llari uzun, gazi uzun. Bir so'z bilan aytganda, iligi to'la baquvvatlardan akalar siz chiroyli qilib mana shu qo'chqorlardan olib aytganimizdek akalar bularda yaxshi sog'liqqa qo'shing aka. 2027-yilda chempion qo'zlar mana shu qo'chqorlardan tug'iladi akalar. Inshaalloh sababini qilib akalar Qo'chqorni zo'ridan oling, zo'r nasl olasiz, xudo xolasa. Dastlabki xizmatlari qanaqa qiladi aka? Xo'p, besplatno uka. O'zbekiston olsin, buzmay olasin, 10 ta 20 ta olsa ham O'zbekistonga yetkazib beraman. 10 ta 20 ta olsa uka ichidan. Kelishilgan holda yetkazib beraman. Donaga lekin vodiy bo'ylab. Donaga bo'lsa, ikkita bitta oladigan odamlar bo'lsa vodiy bo'ylab jo'natib beraman. Vodiy bo'ylab ketaveradi aka. Tavsiya qilaveramiz akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqing, qo'y olish niyatingiz bo'lsa aloqaga chiqing. Ishni bitiriladigan holat bor akalar. Qo'chqorlarimiz Namangan To'raqo'rg'on Saroy qishlog'ida Sanjar akamizni qo'rlarida turibdi akalar. Xudo xolasa qo'ylarimiz o'ta noyob darajada akalar. Quloqlari ham pashti, butun variant akalar. Narxi navosi to'g'ri kelgan bo'lsa bemalol pastdan bilan aloqa chiqasizlar akalar. Ishingizni bitiramiz xudo xolasa. Biz bundan keyin zo'rlarni chiqaramiz. Nasl boplari, terib olinganlarini chiqaramiz akalar. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar akalar. Mana hurmatli obunachilar, endi ikkinchi partiyamizga akalar 100% naslli qo'chqorlar akalar. Hamma jo'ytlari kelishgan akalar. Quyruqlari ochiq, oyoq qo'li baquvvat akalar. Ishlashlari garantiyali zo'rlarni yig'ib qo'yilgan akalar, xudo xolasa. Sanjar aka, ikkinchi partiyamiz soni nechta aka? Soni 15 dona. Aha. O'ta go'zallari aka bular. Noyoblari chertib terib qo'yilgan ha. Вообще haqiqat simjullari. O'ta konkret. Bor, ta'riflashga til ojiz deydi-ku. Mana aka, o'ta noyoblardan haqiqatdan bu harakatlari ham juda yengil ekan aka bularda. Harakati ham zo'r aka, oyoq qo'li hamma tomoni zo'r aka. Hamma jo'tlari kelishgan ekan, xudo xolasa. Bular yosh o'lik qanaqa bularda? Bular ham 12 oylik, hali qo'zi 95 tas 90. Mana aka, o'ta noyoblardan. Haqiqatdan shu 95 haqiqiy simjun ishonavering, oq yuzlilardan akalar. Tavsiya qilaman anaqa 95 plus minus olishaveradi. Plus minus olishaveradi aka, mana qo'chqor. Hali qo'zi bular ham? Ha, mana qo'ydi, qara yuzini qara aka bitta. Haqiqatda tiniq qo'ylar aka. Gapi garbonoslari ham kelishgan ekan aka bularni. Hamma tomoni zo'r kelishgan. Uni ishlashlari ham haqiqatdan yaxshi ekan aka. O'ta tez, sog'liqqa o'ta tez qo'ylar lekin. Zardasi tez qo'ylar hammasi. Yurib yeb turgan aka bular ha? Ja, unaqa yurib turgan, bunaqa semirib, bunaqa biqillab ketgan qo'ymas bular. Yurib yeb turgan hammasi. O'zining holatida lekin qo'chqorlarimiz akalar yaxshi saqlangan aka. Eng qizig'i bularda aka qo'ylarimizni hammasini yuzi oq ekan, xudo xolasa. Tavsiya qilaveramiz aka, mana shu qo'chqorlarni ham olib, maza qilib boqing, xudo xolasa. Sababini qiling aka, bularda ishlating. Sog'lig'ingizda aka yorvoradi bola berish demak aka bular, xudo xolasa.
Endi Sanjar aka bularni narxi qancha deymiz? Ha, qo'chqorlar ko'rsatib kelaman. Maşallah. Havas qilganlar like Qo'chqor yuzini qara, insonning qalbida oppoq mana. Yo'q. Shinibni ochib ko'ray aka mana shuni. Hali qo'zi. Qo'y 95 uka mana shu. Hali sezon kelguncha aka hali 2 oy vaqt bor, xudo qolasa. 2 oy bor. 2 oy o'zlari sababini qiladi uka. 2 oyda o'zi Qo'y oyog'ini baquvvatligini qara, uni iliklarni. O'ta baquvvat. Mana baquvvatligini qarang aka. Odamning qo'li yetmaydi-da, qarang aka, odamning qo'li yetmaydi mana. Qo'y unaqa ortiqcha semiz emas. Qo'y bu qo'y suyagini bor-ku. Yaxshi o'zi bo'lganda, qo'y bundan bu yog'iga hali 2 oy 3 oyda misol shakka chiqsa, yana 2 oy 3 oy bu o'sadigan narsa-da. Bu 2 oy 3 oyda bu metrda o'tib ketadi aka qo'ylar. Yurib yeb turgan narsa endi aka oyoq qo'li uzun, gaz uzun bo'ladi. Suyaklari ham baquvvat bo'ladi aka, xudo qolasa. Sababini qil ishlatsin. Xudo qolasa aytganimizdek 2027-yilda sariq qo'zlari aka mana shularni chempion qo'zlari mana shunaqa bo'ladi aka, xudo qolasa. Qo'y. O'ta novot rangdan ekan, simjullarda mana aka. O'ta go'zal qo'y, o'ta aka. Qo'yni gazini qara, uzunligini qo'ydi, qara. Mana qo'ydi. Bu Haqiqiy simjun variant mana shu bo'ladi. Oldi to'shidan tortib qo'y bitta qara. Oldi to'shlari ham juda baquvvat ekan, aka. O'ta baquvvat qo'y lekin. Narxi qancha deymiz aka endi bularni? Nech pul deymiz endi aka bu narxini? Uka bu narxi bitta gap. Aha. Dehqon bo'lsa ekan u $1000 bering, $1,5 naqa emas ekan. Chiroyli bo'ladigan bitta uzilib kesin narxini aytaman bo'ldi. Maqsad kelgan odam telefon qilsa, menga telefon qilib, necha kilo go'shi bor, kommentariyga negativ yozib, necha kilo go'shi bor naqa emas. Buni tagida ancha mehnat yotibdi. Bu qo'zini, misol uchun, bu yilgi yangi 3 oylik 4 oylik qo'zi ham o'zi 5 million, 5,5 million sotilyapti. Yangi qo'zlari ham aka. Bularni qo'zlari ayniqsa. Shu, misol 2026-yilda tug'ilgan, misol uchun, 4 oylik, 3 oylik qo'zlari ham 5 million, 5,5 million sotyapti. Mana shu qo'ydim, misol sortidan aka. To'ppa to'g'ri aka. Lekin ko'chatlari ham shuna baland to'layapti. Lekin mana shu qo'chqorni qo'shib aka. Lekin ularda ham urug'qa bo'ladimi, bo'lmaydi, undan tarbiya qilish kerak. Bu narsani tagida ancha mehnat yotibdi. Bo'lar bo'lmasa negativ kommentarlar yozib, qimmat degan bolam bu boqsin o'zi mana shunaqa qo'ziligini olib turib, misol 5,5 million qo'zi olib turib, 1 yil boqsinchi, 1 yilda shunaqa darajaga kelgandan keyin o'z dehqon o'zidan bu qo'y $1000 dan kamida sotilmaydi. Ochig'ini aytaman aka, u negativlarga e'tibor bermangda. Siz chiroyli qo'chqorlarni olib kelishni davom etavering. Bilasiz, rekord o'rnatdingiz akami. 2026-yilda. Bitta o'ta go'zal narx qo'yib beraman aka. 10 million so'mdan qo'ydi narxi. Bo'lar. Ha, o'tib beraman xayriga lekin. O'zlariga xayriga o'tib beradi. Ha, xayriga o'tib beradi. Xayr ish bo'lmagan. Lekin qo'ydi 11 million qo'yasanmi, $1000 qo'yasanmi, lekin ish qo'ziga u nimasini qizig'i yo'q. To'ppa to'g'ri. Buni ish qo'zlari juda ham ko'p ekan, bunaqa sifatli qo'zlari qo'yiladi aka. Endi bilasan, aytishadi-ku hali. Boqqanga yarasha zo'rini boq, gulini boq. 30 ta boqmaysan, 15 ta qo'y boqasan, 30 ta qo'ydi emas, 50 ta qo'yni kepini beradi uka. To'ppa to'g'ri. 50 ta qo'yni kepini beradi. Lekin qo'ydi ish qo'zlariga tavsiya qilaveramiz akalar. Xudo qolasa, dastlabki xizmatlar qanaqa bo'ladi aka endi uni? Uka 15 tasini buzmay olsin, O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib yetkazib beraman. Yo'q, bizda aka. Endi 2 ta sovg'a borib, 100 ta sovg'a bor odam bo'lsa, olsin, olib shuni 15 tasini qo'shsin. Xudo xolasa aka 100 ta sovg'alar, 100 ta mana qo'yib beradi. Endi buni ish qo'zlari ko'pi, bitta-bitta donalab oladiganlar ko'pda aka, bilasiz. Donalab kelishamiz qo'yga qarab. Holatga qarab kelishaveradi. Qo'yga qarab kelishamiz. O'shanda ham bu qo'yning narxi $1000 bo'lib ketmaydi. Tanlab chertib olishgan taqdirda ham, masalan, mana shu qo'ylar narxi, $1000 bo'lsa, misol uchun $1,5 bo'lsa o'sha joyda. Shuncha dollarga gapida aytishadi, lekin shu qo'ylar shunaqa sotiladi. Lekin bu qo'yda ham narxi $1000 bo'lmaydi, shu qo'yda o'zini olishsa ham aka. Yo'q, $1000 tushmaydi lekin. Yo'q. 100 ming, 200 ming u yoq bu yoqqa kelishaveramiz, ha? Kelishamiz, qo'yga qarab. Kelishaveradi. Xudo xolasa qo'ylarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishloqida turibdi akalar. Xudo xolasa qo'ylarimiz yoqqan bo'lsa akalar like bosib qo'yasizlar, kommentariyaga yozib, iliq fikrlaringizni yozib qo'yasiz. Xudo xolasa Sanjar akamiz bunaqa qo'ylarni olib kelishda davom etaveradi akalar. Xudo xolasa biz bo'lmasa shu joyda o'z syomkalarimizni yakunlaymiz. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, barchangizga sog'lig'ingizga Xudo barakasini bersin akalar.